Avvalambor assalomu alaykum. Zuhurda musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun 30-sentyabr 2025-yil. Bugun bizda ajoyib xushxabar va yangiliklar bor. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Videoga bitta like bosamiz, chunki bu mavzu hamma uchun kerak. Nima mavzu deydigan bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'rsanglar tushunib olasizlar. Demak, bizda ko'p beriladigan savollar: menga amina kerakmi yoki qog'oz registratsiya kerakmi? Va Zuhuriddin bizga ish kerak, qayerdan topamiz degan savollarga bugun men javob berib o'taman. Bizda eng birinchi aytib o'tay, yangilikni zo'ri, xo'p, bilasizlar, Amina приложениесі faqat Moskva hamda Moskovskiy oblastida ishlaydi. Ya'ni Moskva hamda Moskovskiy oblastida yurgan aka opa-singillarimiz ishlash maqsadida rabota deb yozib kelgan patenti bor aka opa-singillarimiz обязательно Amina kerak. Qog'oz registratsiya shart emas, kvartirada yashasangiz. Agar kvartirada yashamasdan общежитияda, hostellarda yashaydigan bo'lsangiz, sizga registratsiya zarur, qog'oz registratsiya va 18 ga yetmagan yosh bolajonlar, farzandlaringizga ham registratsiya bo'lmashingiz kerak. Endi mana shu bizda hozir endi qolgan viloyatlarda, misol uchun Tula, Kaloga, Tver, Yaroslav, Vladimir, Ivan va Ryazan shahrida yurgan aka opa-singillarimiz ham registratsiya %100 qilishadi. Bu aka opa-singillarimiz ko'pchilik so'rashardi. Zuhuriddin faqat sizlar registratsiya xizmati Moskovskiy oblastida bormi deganlar uchun yo'q. Endi bizda mana faoliyat kengayib, o'sha joydagilarni ham qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilib, mana Avaz akamiz bugundan ajoyib yangilik qilgan. Kimga трудодоговор, уведомление, registratsiya, снилс, NN трудодоговор o'dimlarni aytib o'tdim. Hammasi kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha Moskva yoki Moskovskiy oblastida yurgan registratsiya kerak bo'ladigan odamlar, ya'ni hostellda yashaydiganlar, kvartiradagilarga shart emas. Hostellda yashaydiganlar va 18 ga to'lmaganlar registratsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki kimda-kim Kaloga, Tula, Tver, Yaroslav, Vladimir, Ivan va Ryazan shahrida bo'ladigan bo'lsalar, sizlarga %100 registratsiya, снилс, NN, трудодоговор o'dimlari kerak. Shuning uchun ekrandagi nomerlar turibdi. +7926 132 42 42 raqamlarimizni o'zingiz uchun saqlanib qolinglar. Qanaqa dokument masalasida yordam kerakmi yoki deport zapret tekshirish kerakmi yoki o'sha ochilish muddatlarini ko'rib berish, qachon ochiladi, nima sababdan, qancha yilga deport bo'lgansiz, hammasini mana shu nomer orqali olsangiz bo'ladi. Men sizlarga %100 aytayapman, %100 ishonchli, inshaalloh Xudo xolasa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Registratsiyalar ba'zida turadi, aytilgan vaqt o'sha 3 oylik bo'lsa 3 oylik turadi va pullarni o'sha halollab olishadigan insonlar. Ya'ni sizlarga o'sha va'da beriladi, o'sha sanadan o'sha sanagacha ba'zida turadi. Ayrim Telegramdagi mashinik kanallarga aldanib qolmaysizlar. Aynan shu nomerni saqlanib qo'yasizlar. Agar nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, shu inson bilan, shu nomer bilan yoki registratsiya bazadan chiqmay qoladigan bo'lsa, birinchi o'rinda menga murojaat qilinglar. Agar Avaz aka bilan hal bo'lmaydigan bo'lsa, menga murojaat qilasizlar. Men albatta buni hal qilib beraman. Kerak bo'lsa, yonimdan to'lab berishgacha tayyorman. Inshaalloh Xudo xolasa. Ya'ni bu qay darajada ishonchki, bemalol menga ishonganchilik bu insonga ishonaveringlar. Agar shu registratsiya, трудодоговор, o'dimlarni, снилс, NN nima kerak bo'lsa, deport zapret tekshirish kerak ham, bemalol mana shu Tula, Kaloga, Tver, Yaroslav, Vladimir, Ivan va Ryazan shahrida yurgan akalarimiz va Moskva, Moskovskiy oblastida yurgan o'sha mana bu gosti bo'lib kirganlarga ham registratsiya kerak, bilasizlar. 3 oy turadi. Ketaman degan bo'lsanglar, sizlarga ham registratsiya kerak, qog'oz registratsiya. Qayerga qildiraman deydigan bo'lsanglar, mana sizlar ekranda nomer turibdi, bemalol saqlanib qilib Avaz akamizga iloji boricha WhatsAppdan yozsanglar, sirasiz javob berishadi va kerakli hujjatlarni sizlarga o'z vaqtida qilib yetkazib berishadi. Mana shunaqa ajoyib bugungi yangiliklar edi. Ya'niki o'sha yangilikning ham kattasi o'sha hamma savol beraveryapti-da. Amina ustanovat qilaymi, registratsiya qilaymi? Agar sizda registratsiya bor bo'ladigan bo'lsa, Moskva yoki oblastdasiz, ishlashga kelgansiz, patentingiz bor. Agar registratsiyangiz bo'lsa, registratsiya tugaguncha kuting. Bir hafta qolganda tezda Aminani o'rnatib olasiz. Boshqa registratsiya qilmaysiz. Faqat Aminani o'zida yurasiz hozircha. Sizga registratsiya kerak bo'lmaydi, kvartirada yashasangiz. Agar siz patentingiz bo'la turib kvartirada yashamaydigan bo'lsangiz, общежитияda yashaydigan bo'ladigan bo'lsangiz, unda общежитияda yashaydiganlarga registratsiya kerak. Ya'niki siz qog'oz registratsiya olishingiz shart. Buning uchun трудодоговор, o'dimlarni, NN, снилс registratsiya kerak bo'lgan bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Endi ish masalada kerak bo'lgan bo'lsa, ish bizda bilasizlar, Zuhuriddin musofir kanali Rossiyada musofirlar uchun ish qidirishda har doim davom etyapti.
Va bu birinchi bo'lib chiqadigan joyi manzili Telegram pastda silka bor. Telegram Zuhriddin Musofir lotinchada qidirsanglar ham chiqadi. Telegram ijtimoiy tarmog'ida bor. Ana shu joyga hamma ishlar turibdi. Moskvadan deysizmi, oblastdan deysizmi, Yekaterinburg, xullas hamma joyda ish o'rinlari birinchi bo'lib shu Zuhriddin Musofir kanali Telegram. Ya'ni pastda kommentariyada birinchi silka turibdi. Shu silka orqali o'tib olsanglar va o'sha joydan xohlagan ishingizni qidirib topishingiz mumkin. Agar YouTube dan qidirgingiz kelmasa, Telegramdan osonroq qidirib topish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuning uchun tavsiya beramanki, Telegramga o'tib olsanglar, o'sha joyda hamma ma'lumotlar bor. Musofirlar uchun qiziqarli, qiziqarsiz, xushxabar va noxush xabarlar eng birinchi bo'lib Telegram kanalimizda chiqadi. Bugunga mana shunaqa edi. Menimcha Amina bilan registratsiyani hamma tushunib oldi. Aminani kim ustanovit qilish kerak, registratsiyani kim olish kerak. Kvartirada yashaydiganlar yana %100 aytaman, sizlarga registratsiya kerak emas, sizlar qilmaysizlar. Turgan joylarga o'sha Aminani ustanovit qilib, joylarni ko'rsatib qo'ysanglar bo'ldi. Endi mana bu obsidiada turadiganlar sizlar registratsiya qilasizlar. Va 18 yoshdan pastdagilar ham qiladi registratsiya. Hozircha bu Moskva, Moskovskiy oblastida ishlayapti. Amina prilojeniyasi. Agar kelajakda 2029-yilgacha sinov muddati, agar sinov muddati o'tsa, keyin qolgan viloyatlarga ham shu narsa tarqashi mumkin. Bundan albatta biz umid qilib qolamiz. Chunki menimcha bu migrantlarga qulaylik yaratsa kerak. Lekin hozircha o'sha ko'chada yurganimizda mana bu politsiya xodimlariga Aminani ko'rsatish kerakmi yoki registratsiyani ko'rsatish kerakmi degan savollar ham tug'ilyapti. Bu albatta qayerda ishlashingizga va joyingizga qarab, patent bor yoki yo'q, kvartira yoki hostel, shunga qarab ajratiladi. Hostelda yashaydiganlar bemalol registratsiyani qilib olib, qog'oz registratsiyani ko'rsatinglar. Kvartirada yashaydiganlar Aminani o'zini ko'rsatsanglar, shuni o'zi yetadi. Aytasizlar, federalniy zakon 121 o'sha zakonni aytib bersanglar bo'ldi. Qutulib chiqib ketaverasizlar. Hech qanaqa kvartirada yashaydiganlardan so'ramaydi qog'oz registratsiyani. Agar rus tilini bilib, gapiga javob bera olasizlar. Agar javob bera olmaydigan bo'lsangiz, sizlardan ham qog'oz registratsiyani so'rab, soqqaylanish ilishi mumkin bu kvartirada yashaydiganlar. Shuning uchun ogoh bo'lamiz, rus tilini o'rganamiz va zakonni yaxshilab o'qib o'rganib olamiz. Kerak bo'lsa, skachat qilib olinglar o'zingizlar uchun o'sha 121 federal qonuni va o'shani militsiyaga, o'sha politsiya xodimiga ko'rsatishingiz mumkin. Mana shunaqa bugungi yangiliklarda. Albatta videomiz manfaatli bo'ldi degan umidaman. Videomizga albatta like bosing. Videoni Rossiyada dokument sohasida qayerdan registratsiya qilsam ekan, qayerda turdiga ko'ra o'yimlar qilib berar ekan, sinil senini qanday olsam ekan deb yurgan, o'ylanib yurgan aka-opa singillarimizga videoni jo'natib qo'yasizlar. Bizning faoliyatimiz kengaydi deb aytishdi, ya'ni Avaz akamizda Tula, Kaluga, Tver, Yaroslav, Vladimir, Ivanova va Ryazan shahrida yurganlarimiz bemalol registratsiyani 3 oy bazada turadigan ofitsialni mana shu Avaz akamizdan olishingiz mumkin. Hammaga xayr.